Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Siz bilan uchrashib turganimizdan yana bir bor mamnunmiz. Navbatdagi videomizni, demak, mehnatga layoqatsizlik varaqasini yuklashga bag'ishlaymiz. Shu o'rinda bir gapni takror aytib o'tishimiz lozim deb bilamiz. Biz MyGo.uz platformasidan manba sifatida foydalanamiz. Bundan reklama qilish yoki boshqa biror maqsadlar ko'zlanmagan. Shunchaki siz tinglovchi fuqarolarimizga oddiy usulda qo'l telefoni yoki shu kompyuterda bo'ladimi, jarayonni qanday boshqarish mumkinligini ko'rsatishdan iboratdir. Mana demak, mehnatga layoqatsizlik varaqasini yuklab olish bo'yicha demak davom etamiz. MyGo.uz platformasi orqali o'tdik. Bu yerda demak bizga sog'liqni saqlash sohasi o'zi yuqorida sohalari bo'yicha ko'rsatilgan vaqtincha mehnatga layoqatsizlik varaqasi ustuni orqali o'tamiz. Bu xizmat ham odatdagidek aksariyat xizmatlarimiz kabi bepul ko'rsatiladi. Xizmatdan foydalanish ustuniga o'tamiz. Va bu yerda kim uchun ma'lumotnoma so'ramoqchisiz deyapti. Bu yerda foydalanuvchi o'zim tanlayman. Bu yerda arifmetik amalni bajarishga to'g'ri keladi. Tekshirish qilamiz. Endi men mehnatga layoqatsizlik varaqalari bo'yicha kasallik yoki boshqa bir holat bo'lmaganligi sababli bu jarayonda ushbu she'r bo'yicha ma'lumot topilmadi deb chiqaradi. Qolgan holatlarda o'sha mehnatga layoqatsizlik varaqasini yuklab olishga imkoniyat yaraladi va shu orqali yuklab olib uni ishlayotgan korxonangiz so'ragan bo'lsa unga yoki so'ralgan yerga yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bor sizlardan kanalimizga yangi tinglovchilar bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va like yoki o'sha yangi yo'riqnomalarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib kanalga obuna bo'lib bizga qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Kanalimiz haqida do'stlaringizga shuningdek ulashing. Keyingi video yo'riqnomalarda uchrashguncha salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.